Uyingizga darvoza kerakmi? Sizga sifatli, asosiysi hamyonbop Namangan darvozasini tavsiya qilamiz. Ustalar bir necha yillik tajribaga ega va dizayn siz istagandek. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 mingdan 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazish va o'rnatish bepul. Batafsil ma'lumot ekraningizdagi raqamlarda. Assalomu alaykum. O'zbekistonda Ramazon hayiti qachon nishonlanishi rasman e'lon qilindi. Bugun barchangizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti ayyomi bilan chin qalbdan tabriklab, ushbu yangilikni e'tiboringizga havola qilamiz. Video yurtimizda yashovchi barcha mo'min musulmonlarga keng tarqalishi va barchaga yetib borishi uchun like bosishni, o'zingizning samimiy tilak va qutlovlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Rahmat, boshladik. O'zbekistonda Ramazon hayiti 30-mart kuni nishonlanadi. Ramazon hayitining birinchi kuni 2025-yilda yakshanba, dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan ushbu dam olish kuni 31-mart dushanba sanasiga ko'chiriladi. Joriy yilda Ramazon hayitining birinchi kuni 30-mart yakshanba kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinib, O'zbekistonda 2025-yil 30-mart kuni Ramazon hayiti bayrami sifatida keng nishonlanishi belgilandi. Shunga ko'ra Mehnat kodeksining 208-moddasiga muvofiq ishlanmaydigan bayram kuni hisoblanuvchi Ramazon hayitining birinchi kuni 2025-yilda yakshanba, dam olish kuniga to'g'ri kelishi munosabati bilan ushbu dam olish kuni 31-mart dushanba kuniga ko'chirilishi, bunda ishlab chiqarish, texnik va tashkiliy sharoitlar, xususan mavjud uzluksiz ishlab chiqarish, aholiga har kuni xizmat ko'rsatish, navbatchilik asosida ishlash va boshqalar tufayli ishlanmaydigan bayram kunlarini to'xtatib qo'yish mumkin bo'lmagan ishlarni bajarishda dam olish kunlari ko'chirilmasligi ma'lumot uchun qabul qilingan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahri hokimliklari din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi va boshqa hamkor tashkilotlar bilan birgalikda hududlarda Ramazon hayitini xalqimizning milliy an'ana va urf-odatlariga uyg'un holda o'tkazish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Turizm qo'mitasi Transport vazirligi bilan birgalikda yurtdoshlarimiz uchun Ramazon hayiti kunlarida mo'tabar ziyoratgohlar va tarixiy qadamjolarga ziyoratlarni tashkil etish maqsadida qulay sharoit va imkoniyatlar yaratsin. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Ramazon hayitini nishonlash bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya etiladi. Biz ham fursatdan foydalanib, barcha yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti ayyomi bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Matn Husniddin Zokirjonov o'qidi. Videoga like bosib, fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang.